Ba'zilar oldidagi dushmanini bilib tursa-da, undan qutula olmaydi. Uning dushmanlik qilib sehr yoki boshqa narsalar bilan halovatini buzayotganiga sabr qilishdan boshqa chorasi qolmaydi. Bir narsa desa, baloyi azmga qoladi. Shunday og'ir bir ahvolda qolganlarning yordamchisi Allohdir. Chunki Alloh o'z kalomida shunday marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Innalloha yuda'ifu 'anil ladzina amanu. Ma'nosi: albatta Alloh iymon keltirganlarni mudofaa qilar. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Va idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Va agar bandalarim meni haqimda so'rashsa, men yaqinman. Agar duo qilsalar, qabul qilaman. Alloh kechaning oxirgi qismida duo qilganning duosini tezroq qabul qiladi. Bu haqida ochiq, oydin hadislar mavjud.